Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun Toshkent Oqqo'rg'ondan Sharif ota choyxonasidan Nodirjon aka mehmonga kelishibdilar Qo'qonga bizga. Kitob tayyorlab ko'ramiz. Jigarlar, tomosha qilishdan to'xtamanglar. Yorvoration Corporation bosamiz. Qani ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'y go'shtiga kitob tayyorlaymiz. Qo'qoncha. Qo'y go'shtini ajratib olamiz. Sharif ota choyxonasi. Bilganlar biladi, jigarlar. Bilmaganlar o'zi biladi. Mazali kitoblar. Qo'y go'shtiga. Katta-katta qilib olamiz, mazza qilib yeydigan bo'ladi. Jigarlar, bormi Qo'qonda aka-uka obunachilarimiz? Like bosishni esdan chiqarmanglar. Jarvaration Corporation. So'shli mazali shashiklarimizga marhamat. Kechalarining Bobur akam uydamiz. Sharif ota choyxonasi, Toshkent Oqqo'rg'on. Akajon, Qo'qonga xush kelibsiz. Rahmat aka, rahmat. Ana Yorvoration Corporation jigarlar. Aka shashlik qilishni yoshlikdan bilasizmi o'zi? Budralarni tashiymanda aka. Yeyish kerak faqat uni. Faqat yeyish kerak. Tayyorlanishlariga ham e'tibor berib qo'yamiz. Jigarlar, faqat Turkiyada emas, Qo'qonda ham bor Nusret. Sharif ota choyxonasi. O'zbekistonda yagona bo'lgan shashlik markazi. Marinovat bo'ldi. Endi hozircha dam yegandan keyin ko'rida pishiramiz. Bosamiz. Kuzatishni davom etamiz jigarlar. Kitob tayyor bo'lguncha piyozda tayyorlab turamiz. Piyoz bilan обязательно zelen ketadi. O'zim yaxshi ko'raman aka. Shuning uchun. Qalampirni shuning uchun qattiq istak aka bu. Albatta. Bu qalampirni bildirmaydi-da zelen. To'g'ri. Kaloriyaga, vitaminlarga boy. Mana aka. Hozir kitob pishguncha shunday qo'lbala bo'ldi. Joyida tayyorlab qo'ya qoldik. Siz shart emas. Qo'qonda havosi yoqdimi aka? Ya, juda ham bahavo joyiga. Kelaverasizlar, kitoblar bor, kitoblar. Qancha bo'lyapti aka? Aka, ko'ngli ochiq yaxshi insonlar bo'lsa bepul. Sharif ota choyxonasi Qo'qonda, Salom qishloqda. Mehmonda. Birdan qishlarni ketgan joyini. Shashlikda erkagi bugun Qo'qonda. Marhamat. Kitoblarimiz tayyor bo'ldi. Marhamat jigarlar.
Dunyo bo'ldi aka, dunyo. Jannatdagi joy solishdi. Kov ko'pligidan sig'may qoldi. Aka, bunaqasiga ham pishirib qo'yamiz biz. Nima deysiz? Qishloqchasiga. Gap yo'q. Sharif ota choyxonasi. Salom qishloqda. Salom qishloqda bolalari qaytmas bo'lar ekan, jigarlar, qaytmaydi bu bolalar. Qani? Sog'lik uchun aka. Bu bulbul ham ko'p ekanda aka sizlar. Aka, yilpig'ich ham yog'ochdan ekanda sizlarda, ha? Aka, hamma narsa qo'l mehnati bizda. Vodiy xalqi lekin tinib tinchimaydi. Kavoplarimiz ham tayyor bo'ldi. Sharif Jigarlar, ota marhamat. Yorvorishin, karparishin kelib shunaqa mazali shashliklarni qachon yegansiz, jigar? Kelaverasiz. Yaqin og'ayni o'rtoqlarga jo'natib qo'yamiz. Uyda o'tirib shunday kavoplar qilsin.